тебе не нравится этот ты? Как им еще объяснить, что заниматься? Tanish holatmi? Ha, o'ylaymanki ko'pchilik uchun juda tanish holat. Hammamiz kechasi bilan telefonda TikTok, Reels yoki Shorts ko'rib yotishni yoqtiramiz. Aksariyat odamlar YouTube'da videolarni 1.5x yoki 2x tezlashtirib ko'rishadi. O'zimda ham shunaqa. Uzun tekstlar bizni qo'rqitishni boshladi. Ularni o'qishga sabrimiz yo'q. Sirazu o'tkazib yuboramiz. Oxirgi marta qachon to'liq boshidan oxirigacha kitob o'qiganmiz? Masalan, men hozir kitob o'qisam, ba'zida xayolim boshqa narsaga chalg'ib ketaveradi. Lekin 5 yil oldin bunchalik darajada emas edi. Даже hojatxonaga ham telefon bilan kiramiz. 2 soatlik kino ko'rayotgan paytimiz-chi, telefonga qaramasdan oxirigacha ko'ra olamizmi? Kino-ku mayli, mana shu videoni-chi oxirigacha ko'ra olasizmi? Statistika bo'yicha o'rtacha kuniga 50-150 martagacha telefonimizni qo'limizga olamiz. Ozgina zerikib qolsak, sababsiz telefonga qarayveramiz. Haqiqatan ham bir narsaga diqqatimizni jamlash qiyin bo'lib qoldi. Biz ko'pincha ishlarimizni keyinga qoldiradigan, kam suhbatlashadigan va ko'p narsaga bee'tibor bo'lib qoldik. Buni eng katta sabablardan biri klipovoye мышление, ya'ni klipli fikrlash. Shunaqa перевод qildim. Если что, uzr, noto'g'ri bo'lsa. Klipli fikrlash bu o'zi nima? Bu qisqa, tez va ko'zga tashlanadigan obrazlar, videolar, kliplar ko'rishga bo'lgan bog'liqlik. Masalan, Instagramdagi stories, reelslar, qisqa reklamalar, seriallar, YouTube videolar, bularning hammasi bizda klipli fikrlashni shakllanishiga sabab bo'ladi. E'tibor bersangiz, hozirgi zamon kinolari, blogerlarning kontentlari, kliplar aynan klipli fikrlaydigan avlod uchun mo'ljallangan. Televizordagi reklamalar esa umuman har xil. Birinchi ob-havo haqida gapirishsa, keyin qaysidir aktrisa kimdir bilan urushib qolganini ko'rsatishadi va uning orqasidan qanaqadir dorini reklamasi boshlanadi. Natijada odam bir mavzuni oxirigacha tushunib yetishga ulgurmasdan keyingisiga o'tib ketadi va bu jarayon tezlashib boraveradi. Muammo o'zi nimada? Oxirgi paytlar men o'zim ko'p reels ko'radigan bo'lib qoldim. Ba'zida shunchaki vaqtni tezroq o'tishi uchun yoki bajarishim kerak bo'lgan vazifalardan qochish maqsadida. Oddiy narsalarga fikrni jamlash, oldimda turgan vazifani boshlash va hattoki uzunroq YouTube videoni ham oxirigacha ko'rish qiyin bo'lib qoldi. Samaradorlikni pasayishi, stress, ishimda deadlinelarga ulgurmaslik kabi narsalar ko'p kuzatilishni boshladi. Menimcha bunga o'xshash holatlar sizda ham bo'lgan. Qisqa videolarni ko'rganingizda miya tez-tez dopamin gormonini ishlab chiqaradi. Kun davomida uni dozasi miyada oshib ketsa, bu dopaminniy peredozga olib keladi. Yoqimli narsalarga sezgirligingiz yo'qolishni boshlaydi. Sabrsiz bo'lib qolasiz va oddiy narsalar уже sizni qoniqtira olmaydi. Masalan, shirin ovqat, sayr qilish va hokazo. Albatta bu mavzu uchun alohida video olish kerak va kelajakda bu haqida batafsilroq gaplashamiz. Muammoni aniqlab oldik va endi uni oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi dopaminniy detoks, ya'ni o'zingizni kun yoki hafta davomida yengil dopamin beradigan narsalardan tiying. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar, shakarli mahsulotlar, fast food, musiqa va shunga o'xshash narsalardan biroz o'zingizni tiying. Ma'lum bir muddatga albatta. Ikkinchisi, sayohat. Chet elda bo'lgan paytingiz nisbatan kamroq ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz va miyangiz keraksiz ma'lumotlardan dam oladi. Agar sayohat qilishga imkoniyat bo'lmasa, hech bo'lmaganda sayr qilishga chiqing. Telefoningizni o'chirgan holda albatta. Faqat o'zingiz va fikrlaringiz bilan. Uchinchisi, kitob o'qing. Bilaman, bu maslahatni oldin ham ko'p eshitgansiz va u sizga qanaqadir oddiy tuyulishi mumkin, lekin baribir uzoq vaqt kitob o'qish diqqatni bir joyga jamlash uchun ham yaxshi mashq bo'la oladi. To'rtinchisi, kundalik. Har kuni boshingizdan o'tayotgan voqealarni, muammolaringizni va miyangizdagi fikrlarni yozib boring. Beshinchisi, iroda. Oxir-oqibat irodali bo'laylik. Har doim ham xohishga qarab emas, aksincha bizga kerakli bo'lgan ishni qilishimiz kerakligini unutmaylik. Hissiyotga berilib ish qilish sizni uzoqqa olib bormaydi. Bu maslahatlar sizga va menga 21-asrning eng katta muammolaridan birini yengishda yordam beradi. Videoni tugatishdan oldin ozgina fikrlarim bilan bo'lishmoqchiman. Bu meni YouTube kanalimdagi birinchi video va bu videoni ssenariysini men примерно 1 yil oldin yozganman va qaysidir oradagi kadrlar shu 1 yil oldin yozib olingan. Вот bugun 29-dekabr 2024-yil. Bu narsani men почти 5 yildan beri orzu qilib kelganman. Shu narsaga harakat qilib kelganman, boshlay olmaganman. Sabablari ko'p bo'lgan. Oxiri mana shu video bilan boshladim. Mayli u ideal bo'lmasin, men qaysidir ma'noda hozirgi zamonning eng katta muammolaridan bittasini olib chiqdim deb hisoblayman va bu narsaga hech qaysimiz befarq bo'lishimiz kerak emas menimcha. Shu uchun kimga agar foydali bo'ladi deb hisoblasanglar, ularga jo'natib qo'yinglar
Like bosinglar, kommentariy yozinglar, obuna bo'linglar. Xullas, o'sha gaplar. Такие пироги. Startchada легкий.